kirgan sari kundan kunga ichkariga kiraveradi. Keyin bu nervdan uzoqlashaveradi-da, tegib turgan narsa. Endi mashqlar bajarib turasiz. Mashqlar nima qiladi? Qayta qisilib qolmasligini ta'minlab beradi. Qayta qisilib qolmaydi. Xo'p. Bo'yin umurtqa pog'onasida bosh qismga qanday, nima uchun berishini tushuntirib beraman. Mana kamerani jildiramiz makka mana. Kamerani jildiramiz mana yana. Yotib davolansa bo'ladi. Uzoqdan kelganlar yotib davolanadi. Mana holatda mana ko'ryapsiz, bo'yin sohamizdan chiqqan nerv mana qo'limizga ketyapti. Sizning qo'lingizga ham beryapti-da. Mana sariq liniyalar umurtqa pog'onamizdan chiqqan nervlar bo'ladi-da. Bu nervlar mana bo'ynimizdan chiqqan qo'limizga beryapti. Mana ko'krak qafasimizga beryapti. Ba'zi bir bemorlarda yurak qismiga beradi, yurak qismiga. Yuragim bezovta bo'lyapti deydi. Kardiologga borib tekshirsa, eho qilsa, masalan, kardiogramma qilsa, yuragi toza chiqaveradi. Asli ko'krak qafas bo'yin sohada qisilish bor, osteoxondroz, protruziya bor bularda. Va mana bo'ynimizdan chiqqan nervlar, mana bo'ynimizdan chiqqan nervlar bosh qismimizga ketyapti. Jag'imiz, quloqimiz atrofi, ko'zimizga ketyapti. Ko'ryapsizmi? Ana shuning uchun siz aytyapsiz, shu yerlarga ham beryapti deb. Berishini sababi shu. Boshimizga, bosh qismimizga beradi. Demoqchiman, bunga biz bitta orqa oldirinchini ichib olamiz, o'rganib qo'yganmiz. Ertaman ichib olsak, obedgacha yaxshi bo'lib qolamiz. Keyin yana obeddan keyin bitta ichib olamiz, yana yaxshi bo'lib qolamiz. O'sha bilan tayyorda oshqozonimiz yaziladi. Orqa oldirinchi ichaverib, oshqozonimiz kasalda kelgan. O'zi menga xuddi shunday bo'ldi. Shunday bo'ldimi? Necha mahal ichardingiz? Dori, tabletka ichamiz yo, ukolni? Ukollar ham qilardim. Bir kunda necha mahal tabletka ichdingiz? 3 mahal ham, 4 mahal ichgan kunlarim bor. Ko'ryapsizmi? Bir kunda 3 mahal, 4 mahal orqa oldiruvchi tabletka ichib, oshqozonim pishdi bo'pti o'zi mana. Bunaqa? Ko'ppa to'g'ri. Hozir yaxshiroq ovqat yesiz, tashlayapsiz-da, hazm qila olmayapsiz. Bezovta qilyapti. Yazva bor sizda? Bor. Yazvami? Ishlanib ketgansa, endoskopik tekshirib qo'ygansiz-da. Nechta chiqqan? 3 ta mayda-mayda yaracha bo'ldi. Yomondash. Xo'p. Demoqchiman, ko'ryapsizmi? Bitta kasal, men boya aytdim-ku, mana. Meditsinani yomon tomoni yo'q, men yomon demayman, lekin bir tomonga foyda qilaman siz, ikkinchi tomonga zarar bo'ladi-da. Og'riq qoldirib ber dema menga deyman-da bemorlarga. Davolab ber deyman. Davolashga jicha vaqt ketadi. Almashib olamiz. Yo'q, o'tavering. Ha. O'tiring. Navbat bilan bemorlar bilan vaqt o'tavering. O, to'g'riga nima qiling agar nima qilsa. Xo'p, assalomu alaykum, o'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Men Musayev Po'latjonman, Andijon viloyati, Andijon tumanidan keldim. 2005-yildan beri shu grija bilan olishib kelaman-da. 2005-yildan beri? 20 yil bo'ldi-da? 20 yil. Ha, bo'lmasa har kirganimda qachon yaxshi bo'laman deyavermang bo'lmasa. 20 yil kasal ekanimdan sizga aytaman-da. Sizga shu yaningizga davolangan keldim deb. Protruziya, grija, shimorli, osteoxondroz, gemangoma. Mayli, hop. Endi bunday qilamiz. Yig'ib keldim. Mayli, hop. Endi bemorimiz 2005-yildan beri mana shu kasallikka chalingan. 2005-yildan beri 20 yil bo'libdi bechara bu kasallikka. Demoqchiman, aka, 20 yil ichida bo'lmagan joy qolmagan bo'lsa kerak. Ha, nimaga deng? Adam chiqqan bo'lsa shuga boraverdim. 1 yilda 2 tadan joyga borsa, 40 ta joyga ham borasiz agar. Eng ozini aytyapman. Misol, 1 yilda 2 ta joyga borsangiz, 20 yil ichida 40 ta joyga borgan bo'ladi-da. 40 ta joyga borib davolangan. 40 ta joyga ham bordim. 1 yilda 3 talab ham. Ammo salakam oshganmi 50 ta joyga boribsiz-da. Joyga bordim. Xo'p, endi manual terapiya haqida tushuntirib beraman. Gemangomani aytdim-a, boya tushuntirib beraman. Mana gemangoma bor, mana umurtqa pog'onangizda mana bu yerda turibdi. Buni zarari yo'q. Xo'p. Zarari yo'q deyapsiz. Zarar yo'q. Qo'yish kerak edi bu yerga. Boya aytdim, ko'rsatuvni boshida sement qo'yaman dedi. Yo'q. Sizda o'zi maqsad bu gemangoma avval bo'lib qolgan, balkim sizni asl bezovta qilayotgan joy L4, L5 umurtqa pog'onasining orasida mana grija kasali, mana nerv kanalini to'sib qo'ygan mana. Yaqinlab kelib ko'rsatyapman. Shu ko'rinishda bo'ladi mana.